Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan er-xotinning umumiy mol-mulki haqida gaplashamiz. Demak, Oila kodeksining 23-moddasiga asosan nikoh davomida er-xotin tomonidan nikoh davomida orttirilgan barcha mulklar, demak, er-xotinning umumiy mol-mulki hisoblanadi. Bu yerda shuni aytib o'tish lozimki, demak, er ishlab turib, xotin uyda o'tirsa, bolalar tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lsa, bunda ham baribir erni o'zi o'sha topgan mablag'lar hisobga olingan mulklar ham baribir umumiy mol-mulk hisoblanadi. Shuningdek, Oila kodeksining lekin bu yerda shu narsaga e'tibor berish kerakki, Oila kodeksining 25-moddasiga asosan er va xotinni har birini o'zini mol-mulki bo'lishi mumkin. Nikoh davomida orttirilgan barcha mulklar umumiy mulk deb hisoblab bo'lmaydi. Chunki masalan, o'sha yana Oila kodeksining 25-moddasiga asosan er va xotin nikohga qadar o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulki, shuningdek ulardan har birining nikoh davomida hadya, meros tariqasida yoki boshqa bepul bitimlar asosida olgan mol-mulki ularning har birining o'z mulki hisoblanadi. Shuningdek, Oila kodeksining 26-moddasiga asosan er yoki xotinning har birining shaxsiy foydalanuvida bo'lgan buyumlar, kiyim-kechak, poyabzal, shu kabi narsalar o'z mulki hisoblanadi. Qimmatbaho zebu ziynat, taqinchoqlar, lekin bular har birining o'z mulki hisoblanmaydi. Bular ham o'zidan qimmatbaho buyum bo'lganligi va qiymati yuqori bo'lganligi sababli bular ham er-xotinni umumiy mulki hisoblanadi. O'sha demak, zebu ziynat, qimmatbaho buyumlar, bular ham demak, agar lozim bo'lsa, mol-mulkni er-xotin o'rtasidagi mol-mulkni bo'lish paytida baholanib bo'linadi. Amaliyotda yana shunaqa hodisalarga ko'p duch kelamiz. Demak, er va xotin birga yashamaydi. Er demak, boshqa oilasi bor, boshqa ayolga uylangan. Ayol demak o'zi yashayapti, lekin bular qonuniy nikohdan ajrashmagan. Sud ajrimi orqali qonuniy nikohdan ajrashmagan. Shu sababli demak, ba'zida o'sha birga yashamagan paytda, boshqa ayol bilan yashagan paytda yoki er alohida yashagan paytda masalan ko'chmas mulk yo boshqa bir qimmatbaho buyumlar, shunaqa narsalar demak ega bo'lganda, ba'zi holatlarda ayollar o'sha sobiq turmush o'rtog'i sudlarga murojaat qilib, demak, go'yoki o'sha mulkni birgalikdagi mulk deb hisoblab, uni bo'lishni so'raydi sudlardan. Yoki o'sha er yoki xotin o'z o'sha ko'chmas mulki yo boshqa mol-mulkini realizatsiya qilmoqchi bo'lganda, sotmoqchi bo'lganda, masalan, notariusga boradigan bo'lsa, notarius demak, nikohda turganligi sababli xotinni roziligini talab qiladi. Lekin faktiski bular birga yashamaydi. Bu demak, er boshqa ayol bilan yashayapti, boshqa oilasi mavjud. Va bu holatda agar o'sha sobiq xotini bosh tortadigan bo'lsa, demak, er o'sha o'z mulkini o'zi tasarruf qilolmaydi, sotolmaydi yo boshqa narsa qilolmaydi. Xo'sh, bu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Bu holat demak, Oila kodeksida, qonunlarimizda inobatga olingan. Demak, o'sha Oila kodeksining 27-moddasiga asosan oilaviy munosabatlar tugatilganda sud er va xotin alohida yashagan davrda orttirgan
mol-mulkni ulardan har birini o'z mulki deb topishi mumkin. Demak, shu sababdan birga yashamayotgan, birga oilaviy munosabatda bo'lmagan er va xotin, demak, ko'chmas mulk yoki avtomashina yoki boshqa shunga o'xshash qimmatbaho buyumlarni olganda shu narsani e'tiborga olish kerak. Ya'ni nikohdan ajralmasdan turib, erta buni keyinchalik realizatsiya qilishda muammo bo'lishini inobatga olish kerak. Shu sababdan agar birga yashamaydigan bo'lsa, albatta sud orqali qonunan ajrashib, lekin sudni ajrimini o'zigina yetarli emas. Sud ajratgani bilan sudni o'sha demak ajrimini FHDO organiga, ya'ni ZAGS deymiz, o'sha yerga olib borib ajrim guvohnomasini olish kerak. Ana shundan so'nggina bular qonuniy ajrashgan hisoblanadi. Shungacha ular nikohda bo'ladi. Sud bilan ajrashdim, bo'ldi, endi xohlaganimni qilaman, xohlagan narsamni olaman degan fikr noto'g'ri. Shu sababdan bu ishlarga ehtiyot bo'lishlaringiz lozim bo'ladi. Lekin demak, yuqorida aytganimizdek, agar shunaqa holat ro'y berib qolgan bo'lsa, siz nikohdan ajralmasdan turib biror uy-joy, avtomashina, shunga o'xshagan qimmatbaho buyumlar olib qolgan bo'lsangiz, qo'rqish kerak emas. Demak, mol-mulkni er-xotin o'rtasidagi o'sha er yoki xotinga tegishli mulkni o'z mulki deb topish to'g'risida bizda real keyslar mavjud. Xususan mani o'zim bunaqa ikkita da'vo ariza kiritib, ikkovida ham demak o'z mulki deb topishga erishganmiz. Hozirgi kecha kunduzda demak fuqarolarimizni iqtisodiy bir farovonligi oshib borayotgan shunaqa bir zamonda demak albatta o'z bilganizcha yo'l tutmasdan malakali advokat yuristlardan maslahat olgan holda o'z ishlaringizni yuritishlaringiz lozim bo'ladi. Agar shunga o'xshash holatlar sizlarda mavjud bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga qonun yo'li bilan albatta huquqlaringizni himoya qilishda yordam beramiz.